Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bugun unutolmaslik haqida gaplashamiz. Inson har doim bu narsalarni unutishni istaydi. Hammada unutishni istagani nimadir, nima qiladi? Topiladi. Lekin buni har doim amalga oshirish, ya'ni o qadar oson narsa emas. Bu bir nevi g'alatiroq bir jazo turiga o'xshaydi. Bu ham bir jazo turi. Buni hech kim sizga bermagan bu jazo turini. Mahkama yo'q o'rtada, ammo ijro bor, har kuni ijro etiladigan bir jazo turi. Bugun bu haqida gaplashamiz. Ya'ni hammamizning uyimizda chiroqlar o'chadi, uy sukutga cho'madi, xotira eshiklari ochiladi va ichkariga kirib keladi. Salom bermaydi, boshqa qilmaydi, o'tiradi va jazolashni boshlaydi. Sizga bugun bir odamning hikoyasini aytib beraman. To'g'rirog'i kechalarini deylik. Kecha bir odamning tunlarining hikoyasi. Kunduzlarini emas, chunki kunduzlari hammamizga o'xshab bir xil hayotni yashaydi, ammo tun bir hikoya. Avval boshida bir kichkinagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugungi ko'rsatuvimizning hamkori Musaffo Tur bilan umra sayohatlarini eng sifatli bir tarzda amalga oshirish imkoniyati bor. Kimki muqaddas dargohlarimizni ziyorat qilishni istasa, umraga borib, samimiy qalbdan o'ziga bir qaytib, u yerlarda nazmda inson eng toza, eng sof holatida qoladi yoki qaytadi. Inson qachonki o'zini eng sof holatiga qaytarkan, o'zini eng yaxshi anglaydi. Haqiqiy dardi nimaligini, tashvishi nima ekanligini, nima uchun yashayotganini, bularning hammasini inson eng toza holatida anglab yetadi deb o'ylayman. Manzillar buning uchun juda ham muhim gohida. Shuning uchun umra safariga borishni, ziyoratiga borishni va o'zingizning eng toza holatingiz bilan yuzlashishni, haqiqatlaringiz bilan yuzlashishni istasangiz, Musaffo Tur sizga eng yaxshi hamroh bo'lishi mumkin. Esingizdan chiqmasin. Endi mavzuga qaytamiz. Kim u bugungi odam? Bu dardi nima edi uni? 17 yoshlarida chamasi, maktab bitiradigan yoshlar, maktabni bitiradigan paytlari Jamol ismli bir bola bo'lgan ekanda endi. Sokin, mehnatkash, ammo biroz duduqlanibroq gapiradi. Bo'g'ziga tiqilib qoladi. K harfiga kelganda shu ozgina tutilib qoladi. Buni bir nechta sabablari bor. Bunga to'xtalib o'tirmaymiz, ammo vaziyat shu. Bunaqalar hammamiz uchratganmiz bunaqa insonlarni. U o'sha Kni o'sha duduqlanish jarayonidan o'tguncha butun sinf gohida sabr qilib kutardi, gohida boshqa, gohida kulib kutishni boshlardi. Xullas, o'sha kuni bir og'zaki imtihon bor edi. Og'zaki bir imtihon. Jamol mavzuga tayyorlangandi, bilardi, ammo bir hayajon kelganda duduqlanib qoldi. Sinf jimjit. Bu safar nimagadir duduqlanishi cho'zilib ketdi. Va bizning qahramonimiz, hali endi o'sha payt u yosh yigit edi, orqa partadan uni tahlid qildi. Jamolning ovozini, yuzini, hatto o'sha paytdagi duduqlanishini tahlid qildi baland ovozda. Va sinfdagilar ham o'z-o'zidan kulib yubordi. Hatto o'qituvchi ham biroz keyin o'zini tuzatgan bo'lib, qahramonimizga go'yoki bir dakki bergandek bo'ldi. Ammo g'isht qolipdan nima qilgandi, ko'chgandi. Jamol ham avvaliga o'zini bir kulgandek, bu bir normal holatdek tutishga urindi. So'ng joyiga o'tirdi, boshini egdi, o'sha dars tugaguncha
boshini biror marta ham qaytib ko'tarmadi. Ertasi kuni maktabga kelmadi. Sababini hech kim bilmaydi. Undan keyingi kun ham kelmadi. Bir haftadan so'ng kelmadi. Keyin bilishlaricha otasini ishi boshqa joyga ko'chib, boshqa shaharga ketishadi, balki ko'chdan allaqachon, ya'ni ko'chish ancha avval rejalashtirgan bo'lishi mumkin. Balki unday bo'lmasligi ham mumkin. Buni hech kim bila olmadi. Va bizning qahramonimiz, u yosh qahramonimiz u paytlar o'sha tuni, o'sha kunlari taomlarini yedi, uyqusini uxladi, vijdon hech bezovta bo'lmadi. Vijdonning g'alatiligi mana shu deb o'ylayman men. U har doim ham, ya'ni doim voqea yuz bergan paytda kelmasligi mumkin. Ba'zan yillar davomida yo'llarda qolib ketadi. Ammo bitta narsani unutmasligimiz kerak. Aslo va aslo manzilni unutmaydi. Bir kuni baribir eshigimizni nima qiladi? Taqillatib keladi. Qahramonimiz ham xuddi shunday bo'ldi. Bu voqea biroz aqlini tanigandan keyin qaytib keldi va izza bo'lishni boshladi. Birinchi farzandi endigina dunyoga kelgan paytda bir kechada yig'layotgani bir paytda otasi o'rnidan turdi, uni quchog'iga oldi, mehmonxonasida aylanib yuribdi. Chaqaloq ovundi, odam derazadan tashqariga qarab turibdi. Ko'cha chiroqlariga himoyasiz qo'lida bir jonli va qachonlardir himoyasiz birini ranjitgani o'z-o'zidan esiga keldi. O'sha lahzada to'satdan hech qanday sababsiz, bitta ham sababi yo'q edi. Juda baxtli edi. Qo'lida nimasi chaqaloq turibdi. Ko'zini oldiga Jamolning yuzi keldi. Boshini egib o'tirishi, keyin o'z-o'zi yo'qolib qolishi, ko'chib ketishlari, ularning hammasida qandaydir qahramonimiz o'zini ayblashni boshladi. Va o'sha tundan keyin o'z-o'zidan muntazam bu xotira qaytib keladigan bo'ldi. Har oyda eng kam 2-3 marta uni bezovta qiladi tunlari. Ammo doim tunda ayni bitta manzara. Sinfxona taqlid qilayotgan o'zi, kulayotgan odamlar va Jamolning egilgan boshi, xomushligi bu xayoldan ko'tarilmay qoldi. Yillar o'tdi, bu orada u odam yomon inson bo'lmadi, yaxshi inson bo'ldi. Yaxshi ishlar qilgandir, bilmayman. Tavbalar qilgan, ibodatli, namozli, niyozli, yaxshi odam ya'ni. Va keyin bir xotira tiklandi va u xotira bilan o'ralashib qoldi. O'z-o'ziga savol berishni boshladi. Agar dedi Alloh bu meni o'sha kungi ishimni kechirganda edi, Alloh uni menga nima qilmasdi, eslatmasdi. Bu xotira meni tark etgan bo'lardi. Demak, Robbim u narsani unutmagan, balki u narsani kechirmagan. Shuning uchun tavba qilishim uchun yoki vaziyatni tuzatishim uchun yoki bilmadim nima uchundir menga buni eslatdi deb nima qildi? Ya'ni o'zidan ranjishni, o'zini koyishni, nadomat chekishni, bir nevi o'zini kechira olmadi. Yillar davomida bu savol bilan kurashdi. Har narsasidan, har holatidan shubhalanishni boshladi. Kechirilmadim deb o'yladi. Kechirilmaganlik hissi o'ziga aytarkan, kechirilmadim derkan, u kechirilmaganlik hissi uni tunlarini yanada qorong'ulashtirdi, og'irlashtirib yubordi. Mana shu yerda biroz to'xtashimiz kerak. Shundaymi o'zi? Masalan, biz bir narsani qilganmiz, hayotimizda bir xato bor, ammo u xatoni eslashni boshlaymiz. Nadomat bu kechirilmaganimizni bildiradimi? Yoki unuta olmaslik kechirilmaganlik belgisimi?
Menimcha unaqa emas, bu mutlaqo boshqa narsalar. Bunday qarash to'g'ri deb o'ylamayman. Har kelganida u aslida bir ya'ni bunday xotiralar bizga kelganida bitta narsani o'rgatmoqchi bo'ladi. Balki ular endi tilingni tiy bundan keyin, u diqqatli qil, u xatoni qaytarma. Kulmoqchi bo'lsang biroz o'yla oldin. Birini bo'g'zida qolib ketgan so'zning chiqishini kutgin. Kabi bir narsalarni o'rgatmoqchi bo'lish uchun balki xotiramiz eskida qilganimiz xatolarni bizga eslatib turadiki, bundan keyin uni qilmasin degan ma'noda. Tabiiyki, Robbimiz gunohlarimizni o'chiradi, ammo uning xotirasi bizda qolishi davom etar balki. Gunoh ketadi, ammo nima ketmaydi? Ibrat ketmaydi, ibrat qoladi ma'nosida. Bu azob bo'lib ko'rinishi mumkinmi? Mumkin, azob bo'lib ko'rinishi mumkin. Qayerdan qarashga bog'liqda, rahmat bo'lib ham ko'rinishi mumkin. Kim qayerdan qarashiga bog'liq. Lekin qahramonimiz bunday o'ylamadi nimagadir, bunday tushunmadi, balki keng o'ylamagandir. Balki o'zini yoqasidan bir ushladi-yu qo'yib yuborishni istamagandir. Va eng so'nggi bunday istirobli eng so'nggi tunlarga yaqinlashyapmiz. Endi odam allaqachon yoshi bilmadim 50 dan oshgandir, boshqa bo'lgandir. Bir to'yga borar ekan uzoq qarindoshinikiga. O'tiribdi, atrofiga qarab va ro'paradagi stolda bir odamni ko'rib qoladi. Va butun xotiralari jonlanadi. Sochlari to'kilib ketgan, ko'zoynak taqqan, nabirasi bilan o'ynab turibdi, boshqa, ammo uning kimligi bizning qahramonimizga ma'lum. Tikilib qoladi, tikilaveradi. Rostdan ham u odam o'sha Jamol, o'sha duduqlanadigan Jamol. Oradan ko'p yillar o'tib ketgan. Odamning ichi bir muzlaganday bo'ladi. O'rnidan turib, go'yo bir qochib ketishni istaydigan bir holatga o'xshaydi, ammo oyoqlari mutlaqo buni teskarisini qiladi. O'rnidan turgan oyoqlar to'g'ri Jamol tomonga yurishni boshlaydi. Ikkalasi 1-2 soniya bir-biriga tikilib turadi. So'ng Jamolning chehrasi birdan ochilib o'rnidan turadi va uni quchoqlaydi. Yillar o'tib ketdi deb gapiradi go'yo. Keyin birga o'tiradilar, keyin gaplashadilar. Jamol duduqlamayapti, duduqlanish o'tib ketgan. Sezilarli darajada bir to'xtashlar bo'ladi gapirar ekan, ammo duduqlanmaydi endi. Odam uni tinglayotgandek ko'rsatadi to'g'rog'i, lekin xayol butkul boshqa tomonda. Ichida o'sha kun uni izza qilgani, uni kalaka qilgani, unga taqlid qilib hammani kuldirgani o'sha kun. Keyin o'zini to'plab aytadi, Jamol, sendan bir rozilik so'ramoqchiman. Maktabda o'sha og'zaki imtihon kuni men seni taqlid qilgandim. Esingdami? O'sha kundan beri hayotimda bir tinchlik yo'q kabi bir gapiradi. Jamolning yuzida bir qandaydir bo'shliq paydo bo'ladi. Go'yo nimanidir eslashga urinayotgan odamdek. Va so'raydi, qaysi imtihon? O'sha sinfdagi tarix darsi. Duduqlanib qolganding. Men seni keyin taqlid qilgandim. Jamol o'ylaydi, ko'p eslashga harakat qiladi, peshonasini tirishtirib, so'ng yelkalarini qisadi. Vallohi deydi, eslolmadim. Chunki u paytlar hamma meni unaqa mazax qilardi. Hamma menga taqlid qilib duduqlanardi. Ustimdan ko'p kulishardi. Sen qachon qilgansan? Hech esimda yo'q, chunki hamma shunaqa edi. Va kuladi. Demak, sen ekansan-da o'sha degan ma'noda roziman albatta deydi. Bu hech nima emas, yoshlikda bo'ladi. Nabirasiga o'giriladi, nabirasi bir narsa so'raydi, keyin u bilan ovora bo'ladi va xullas ular ajrashishadi. O'sha tunda qahramonimiz shiftga termilib yotar ekan.
ya'ni buncha yildan beri uni bezovta qilgan narsa qarshi tomonda umuman mavjud bo'lmaganligini tushunib yetadi. Jamol uni unutib yuborgan ekan deydi. Men uni iztirobi bilan ko'chib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb yuribman, ammo unutib qo'ygan ekan hamma narsani degan ma'noda. Ya'ni yaralanmagan ekan, men uni yaralab qo'ydim deb. Ya'ni yaralangan unutib, yaralagan unutmabdi-da endi. Bir g'azab keldi ichiga, bir taskin keldi, bir bu anglab yetgan narsasi u xotira Jamol uchun saqlanmagan. U o'zi uchun ichida yillar davomida saqlanib yurgan. Chunki Jamolning u xotiraga ehtiyoji bo'lgan va butun zehni uni tuzatish uchun uning eng axloqsiz ishini qarshisiga olib kelib qo'ygan va sen busan degan va o'sha xotira orqali uni bir nevi bu zehniyat, bu ruhiyat uni tuzatgan. Jamol o'zini yo'ldan ketgan, o'zini hayotini qurgan. Ammo u xotiraga uni eslashga muhtoj bo'lgan bizning qahramonimiz edi. Agar u xotira bo'lmaganda, balki u yana taqlid qilishga, balki yana kimlarnidir izza qilishda balki davom etardi. Balki hech qachon tilini tiyishni, haddini bilishni o'rgana olmasdi. Balki farzandlariga odamlarning nuqsonlariga qarab muomala qilmang yoki ularning ustidan kulmang deb buni uqtirib, uni qilmasliklariga ko'z quloq bo'la olmasdi. Balki u xotirasi, u bir dushman emasdi, u go'yoki bir mudarrisday edi u uchun, qahramonimiz uchun. Bitta xotira, bitta yuk. Endi sizga bir savol bilan murojaat qilsak, aytilgan bitta so'z, qilingan bitta tanqid, otilgan bilmadim bir qahqaha, so'ralmagan uzr, chiroqlar o'chgach sizni bezovta qilmaydimi? Bezovta qiladi. Shu paytgacha bezovta qilmagan bo'lsa, endi bugungi suhbatdan keyin bezovta qiladi. Undan qutulishni yo'li unutish emas. Unutishga harakat qilish emas. Bunday qilish eshikni qattiq yopishga, itarib yopishga urinishga o'xshaydi. Qancha qattiq istasangiz, shuncha u tomondan ochilishga ham qattiq urinish bo'layotgandek. Bir ana sportchilar uradigan, qum osilgan xaltalarni qancha ko'p urganingiz sari u ham shuncha zarb bilan qaytib kelganga o'xshaydi. Buni bir unutishga bo'lgan urinish. Har bir xotirani bir vazifasi bo'lishi mumkin bizda. Ular har kelganida bir narsani yo tuzatib ketadi, yo buzib ketadi. Yo yoqib ketadi sizni, yo o'chirib ketadi. Bugungi hikoyamizdan yo'lga chiqib aytadigan bo'lsak, gohida o'rgatish uchun keladi. Yoqishini sababi darsda o'zlashtirmaganingiz uchun, to'g'ri xulosa chiqarmaganingiz uchun yonasiz. To'g'ri xulosa chiqarsangiz tuzatasiz bir narsalar. Balki umuman boshqa tomondan qarashimiz ham mumkindir. O'sha bizni esimizga kelib kechirilmadi bu deyotganimiz nimalar bor-ku? Azob. Qahramonimiz o'ylaganidek. O'sha azob aslida tavbaning tirik ekanligini belgisi ham bo'lishi mumkin. Vijdoningiz o'lmaganligining alomati. Tirik vijdon borligi. Bu ham katta bir nima bo'lib qoldi bugun. O'lik vijdonlar orasida tirik vijdon bo'lish. Mana shunaqa. Aziz boshi zamon yo'llaringiz ravon yaratganing doimo panohida bo'ling. Yana bir bor eslatib o'taman. Bugungi ko'rsatuvimizning hamkori Musaffo Tur. Omon bo'ling.